ko'p holatlarda ildiz nimada bo'ladi? Bir-birini haq huquqiga rioya qilmaslikda. Ya'ni men erman, meni majburiyatlarim bor, va majburiyatimdan tashqari haqqim ham bor-da, qaysidir ma'noda. Huquq va majburiyat deymiz-ku. Huquqlarim bo'lgan paytda takja ayol kishida ham. Kelinda misol uchun dinimizda 2 haftada bir marta kelin uyga borib ota-onasini ko'rib kelishlikka ruxsat beriladi. Va ba'zilar hatto bir haftada ham deb aytadi. Bu uni haqqi. Bu uni haqqi. Endi bu yerda kimdir turib, yo'q, bormaysan deydigan bo'lsa, cheklov qo'yadigan bo'lsa, bu tabiiyki huquqlarni poymol qilishi bo'ladi. Va albatta bir marta indamaydi, 2 marta indamaydi, keyin qachondir bu borib turib o'rtadagi munosabatlarni buzilishligiga olib kelishligi mumkin-da. Umuman hozir bittagina misol keltirdim xolos, ayol kishining uyga borishligi haqida. Undan tashqari aytganimizdek ayollarning ham huquqlari bor, erkaklarning ham huquqi bor va shunchaki bu narsalarga rioya qilmaslik. Ya'ni bir-birini chegarasidan u yoqqa bu yoqqa o'tish.